Salom qizlar. Menga ko'p lichkaga qizlar yozishadi-da, depressiyadaman. Ayniqsa ajrashgan qizlar ko'p yozadi. Ajrashmaganlar ham bor, erim bo'lsa ham yo'q menga umuman qaramaydi deb unaqalar ham ko'p, lekin ajrashganlardan ko'p eshitaman, depressiyadaman. Qanaqa yashashni bilmayapman, hayotim qanaqa bo'ladi debchi. Men masalan bilasizlar, o'sha O'zbekistonda ajrashganman. Bitta qizim bilan, qizim 2 oylik paytida. Menda ham shunaqa narsa bo'lgan. Endi u paytgacha bizda depressiya deyilmasdi-da. Hozir endi psixologlar bor, yordam berishligi mumkin agar yaxshi psixolog bo'lsa. U paytlarda unaqa narsa yo'q edi, tim bo'l O'zbekistonda. U 2006-yilda bo'layotgan gap aytyapman sizlarga. Men ham o'shanda qiynalganman turmushimda, juda ham yomon oilaga tushib qolganman. Keyin qizim 2 oylik paytida ajrashganimizdan keyin, ajrashmaganimizda, даже zakonniy ajrashmasimizdan oldin qaynonam emas, o'sha onasi o'zini qarindoshiga uylantirib qo'ygan hali razvod bo'lmasdan oldin. O'shanda mencha balki narsalar o'tgandir har xil, lekin men ko'rsatmaganman hech kimga shuni. Ichimga yutganman, onamga ham ko'rsatmaganman, даже o'zim ota-onamga ham ko'rsatmaganman. Hech kimga hech narsa gapirmaganman, chunki men o'zimga o'zim aytganman, meni gordostiim, meni shaxsiyatim shu narsaga yo'l qo'ymagan. Balki bitta o'zim bo'lganimda yig'lagandirman, o'zimga o'zim achinib. Lekin ko'rsatmaganman shuni hech kimga. Keyin ajrashganimdan keyin men o'zimga o'zim aytganman, men обязательно baxtli bo'laman. Qizimni ham oyoqqa turg'azaman, hammasini qilaman deganman. Endi u paytda yoshman, 2 oylik qizim qo'limda. O'zimga o'zim mana shunaqa kuch keltirishga o'zimga o'zim harakat qilganman. То есть sizlar o'zingizga o'zingizlar yordam bera olasizlar. Hech kim sizlarga boshqa yordam bera olmaydi. O'zingizga o'zingizlar faqat sizlar o'zingizlar motivatsiya qilsanglar bo'ladi-da. Ayniqsa farzandinglar bo'lsa, sizlarda umuman haqqinglar yo'q sinib qolishga. To'g'ri, ozgina yig'langlar, o'zingizga vaqt beringlar. Ichida bir odam saqlash kerak emas. 2 hafta, 3 hafta, uzog'i bilan 1 oy. Yaxshilab yostiqda yig'lab, o'zingizga yaxshilab achinib, undan keyin bunday yoshinglarni ko'zingizlardan artib, kurashga tushishinglar kerak hayotda. Chunki bir narsa esingizda tursin. Hayot bu shunaqa narsaki, mana daraxtda mana listochkalar bor. O'sha daraxt listochkalari bitta-bittalab tushadi-ku. O'shanaqa sizlarning hayotinglar, har bitta o'tgan kuninglar mana shunaqa hayotinglarda, mana shu listochkaga o'xshab tushadi yerga. Qancha mana shu hayotinglardan qancha vaqt ajratmoqchisizlar shu yig'lashlarga, umuman bir tiyinga qimmat o'sha erkakga yoki o'shani onasiga, otasiga, o'shalarga qancha vaqt ketkazmoqchisizlar hayotinglardan. Chunki bir narsani esingizda turinglar, shu payt o'shalarga ketkazgan vaqtinglar boshqa hech qachon qaytib kelmaydi.